You ready? We have the president of Finland. Ask him a question. Shaxs erkinligi, so'z erkinligini butun dunyoga baralla aytamiz, lekin alternativ fikrga yoki bo'lmasam boshqacha qarashga ega bo'lgan odamlar diskriminatsiyaga uchrayapti. AQShda demokratiya tushib boryaptimi? Bu dunyo faqatgina avtoritar va demokratlardan iborat emas. Trampning maqsadi odamlar o'lishini va har kun davom etayotgan qurbonliklarni to'xtatishdir. Xo'p, qurbonliklarni to'xtatish uni maqsadi ekan, nega Yaqin Sharqda Isroilga bu harakatni qilmayapti? Faqatgina Tramp ayblash kerak emas bu narsani. Tramp bu icebergning bir uchida. We gave you through this stupid president $350 billion. We gave you military equipment, and your men are brave, but they had to use our military. Tramp prezident bo'lgandan keyin chiqarayotgan qarorlari, farmoyishlarda go'yoki Senat umuman ishtirok etmayotgandek ko'rinyapti. Tramp yaqqol ustunlikka ega. Amerika tashqi siyosiy faoliyatga javobgar bo'lgan guruhlar, jamoalarni yagona qo'rquvi bu Xitoy. AQShda demokratiya o'lmoqda. Ha, to'g'ri eshitdingiz. Bugun Amerikada prezidentlikka kelgan Donald Trump sabab mamlakatda demokratiya yo'qolib ketayotgani haqida gapirilmoqda. Bugun biz ham Paradigma.uz studiyasida Trump hukumatga kelgandan so'ng o'zgarayotgan AQShning tashqi siyosati va uning Yevropa ittifoqi davlatlari bilan uzilayotgan munosabatlar haqida gaplashamiz. Suhbatdoshimiz siyosatshunos Hamza Boltayev. Assalomu alaykum Hamza aka. Va alaykum assalom. Intervyuga vaqt ajratganingiz uchun rahmat. Birinchi savolim xususan 20-yanvarda prezidentlik lavozimiga kirishgan Trump va uning yangi administratsiyasi ko'p siyosatchi va elitalar tomonidan hozirgi AQShdagi demokratiyani tushirib yuborganlikda aytmoqda. Siz bunga qanday fikrdasiz siyosatshunos sifatida? Rostdan ham AQShda demokratiya tushib boryaptimi? Endi Amerika Qo'shma Shtatlarida prezidentning almashinuvi, yangi prezidentning, ya'ni Donald Trampning hokimiyatga prezident sifatida kelishi Amerika Qo'shma Shtatlaridagi demokratik tamoyillarni o'zgartirib yuboryapti yoki demokratik an'analarni, umuman demokratiya prinsiplariga bolta uryapti degan fikrlar asosan kimlardan chiqyapti? Bu albatta o'sha respublikachilar va biz bilamiz demokratlar o'rtasidagi an'anaviy doimiy o'zaro bahs munozaralar bor va bu demokratlar va ularni qo'llab-quvvatlaydigan ommaviy axborot vositalari va ekspertlar doirasidagi diskurs, ya'ni suhbatlar deyishimiz mumkin. Demokratik an'analar, ittifoqchilarni hurmat qilish va ba'zi bir etiket qoidalariga amal qilish kabi bu gaplar va suhbatlar hozirgi kunda Trampga nisbatan ko'payib ketyapti. Buni asosiy sababi Tramp birinchi navbatda nima qilyapti? Mamlakat ichkarisida va xalqaro maydonda transformatsiyani amalga oshiryapti. Bu transformatsiya jarayonlari nimalardan iborat? Mamlakat ichkarisida agar Tramp administratsiyasi va u tomonidan olingan barcha muhim vazirlik va idoralarning rahbarlarini, kongressdagi eshituvlarini agar eshitsak, u yerda aytayaptiki, Amerika Qo'shma Shtatlarida konservativ fikrlarga yashashi va davom qilishi uchun makon juda ham qisqarib boryapti. Shaxs erkinligi, so'z erkinligini butun dunyoga baralla aytamiz, lekin alternativ fikrga yoki bo'lmasam boshqacha qarashga ega bo'lgan odamlar diskriminatsiyaga uchrayapti degan fikrlarni ilgari suryapti. O'sha Tramp saylagan va unga ovoz bergan va Trampning o'zi ovoz bergan elektorat va ekspertlar guruhi va Trampning o'zi ham. Bu nima, qanday fikrlar? Birinchi navbatda jins masalasi. Nechta jins bor? Traditsion o'sha konservativ qarashlarga ega bo'lganlar aytayapti. Bu ikkita jins, erkak va ayol. Ultra liberal guruhlar esa yo'q, bir necha jins bor. Endi hozir buni to'xtalib o'tmayman, shunday fikrlarda ular. Bu birinchi, bu jins masalasida. Ikkinchisi bu diniy e'tiqod masalasida. Hozirgi kunda universitetlarda, Tramp nima deyapti? Universitetlarda, davlat idoralarida va boshqa hukumat idoralari va boshqa jamiyatning boshqa institutlarida deyapti. Din e'tiqodini, o'zini diniy qarashlarini va yoki bo'lmasam din borasidagi o'zini erkin fikrlarini saqlab qolishga harakat qilgan guruhlar diskriminatsiyaga uchrayapti, ishdan bo'shatilyapti va ularni karyeralariga zarar yetyapti degan fikr bor. Bu din masalasi. Ikkinchisi, konservativ qarashlarning diskriminatsiyaga uchrashi. Har xil konservativ qarash. Masalan, jamiyatda ota-onani o'rnini muqaddaslashtirish, masalan, ba'zi traditsion oilalarda ha deydi, sen qancha mustaqil bo'lsang ham, lekin men ota-onamni eshitishim kerak, yosh katta. Jamiyatda yosh kattalarga hurmat bo'lish kerak.
armiyada xizmat qilganlarga hurmat bo'lish kerak degan ba'zi bir traditsion g'oyalar va fikrlar yashay olmay qoldi degan fikrlarni aytyapti Tramp tarafdorlari. Va ichki siyosatda migratsiya masalasiga keladigan bo'lsak, Tramp nima deyapti? Migratsiya masalasi bu eng muhim prioritet hisoblanadi, deyapti ichki siyosatda. Noqonuniy migrantlarni chiqarib yuborishimiz kerak, deport qilishimiz kerak va migratsiya kim Amerika Qo'shma Shtatlarida ilm-fanni, sportni va boshqa muhim sohalarni rivojlantirishga qobiliyati borlarnigina migrant sifatida qabul qilishimiz kerak degan yangicha tizimni yaratish uchun kurash olib boryapti o'sha prezident Tramp administratsiyasi. Va umumiy qilib aytganda, umuman jamiyatda woke degan shunday bir tushuncha hozirgi siyosatshunoslikda bir atama mavjud. Bu woke society and wokeism degan tushunchalar bor. Bular nimani nazarda tutadi? O'sha LGBTQ+ va boshqalarning va demokratik ultraliberal fikr va g'oyalarning keng yoyilishi va an'anaviy traditsion yondashuvlarning diskriminatsiyaga uchrashi. Bundan tashqari bu barchasi Amerika Qo'shma Shtatlarining ichki siyosatdagi yuz berayotgan va Tramp tomonidan shularni o'zgartirishga qaratilgan mavzular bo'lsa, tashqi siyosatda nima qilyapti? Tashqi siyosatda an'anaviy ittifoqdoshlikni va shu paytgacha an'ana bo'lib kelgan xalqaro munosabatlarning fundamental asoslarini o'zgartirishga harakat qilayotgan siyosatlar olib bormoqda Tramp administratsiyasi. Bular qaysilar? Birinchi navbatda suverenitet masalasi. Oldingi administratsiyani qaraydigan bo'lsak, o'sha liberal dunyo tartiboti o'zini asosiy g'oyasiga aylantirib olgan Bayden administratsiyasini kuzatadigan bo'lsak, demokratiya deganda yaqinda o'sha nomini to'liq ayta olmayman, o'sha demokratiyaga bag'ishlangan juda katta konferensiya bo'lib o'tdi. O'shanda va NATOning yubileyida shunchaki butun dunyoni avtoritar rejimlar va demokratik rejimlar o'rtasidagi 21-asrning eng katta kurash sifatida diskursiyani ilgari surdida o'sha Bayden administratsiyasi. Lekin bu dunyo faqatgina avtoritar va demokratlardan iborat emas-ku. Dunyo faqat oq va qora rangdan iborat emas-ku, boshqacha ranglar ham bor-ku. Bu qarashlar albatta Amerika Qo'shma Shtatlarining tashqi siyosatida juda katta Tramp administratsiyasi tomonidan tanqidlarga sababchi bo'ldi va buni yaqqol yaqindagi o'sha Myunxenda bo'lib o'tgan xalqaro xavfsizlik konferensiyasida ham ko'rishimiz mumkin. Vitse-prezident J.D. Vance'ning xalqaro munosabatlarga real tahdid solayotgan mavzuni qolib, Yevropa ittifoqini demokratiya an'analaridan uzoqlashayotganlikda ayblagan fikri juda ko'p Yevroittifoq a'zolari va Yevropaning ilg'or mamlakat davlatlari rahbarlari va yetakchilari, ekspertlar doirasida ulkan salbiy qarashlarga va salbiy fikrlarga sabab bo'ldi. Va bundan tashqari xalqaro maydonda o'sha suverenitet masalasi va chegaralarning daxlsizligi kabi fundamental g'oyalar va asoslar, prinsiplar o'zgarib boryapti-da. Hozir ko'radigan bo'lsak, Tramp ochiqchasiga aytyapti. Ukraina masalasida shuncha yildan beri urush boshlandi, lekin tinchlikka erisha olmadik, deyapti. Endi Ukraina real yerdagi holatga qarashimiz kerak, deyapti. Fantaziyalar olamidan tushib, deyapti. Va Rossiya bosib olgan hududlarni ochiqchasini aytadigan bo'lsak, Rossiyaga berishga ham tayyorligini ma'lum qilyapti. Va bu fikri bilan Tramp o'zini oqlashga harakat qilayotgan yoki bo'lmasam tinchlikparvar inson sifatida butun dunyoga o'zini namoyon qilishga harakat qilayotgan g'oyasini ortida ochiqchasiga aytayaptiki, odamlar o'lyapti, deyapti, har ikki tomondan, deyapti. Mani maqsadim odamlar o'lishini va har kun davom etayotgan qurbonliklarni to'xtatish, deyapti. Xo'p, qurbonliklarni to'xtatish uni maqsadi ekan, nega Yaqin Sharqda Isroilga bu harakatni qilmayapti? Bu juda ham o'rinli savol. Haqiqatan agarda shu darajada insonlar taqdiri yoki bo'lmasam inson hayotiga nisbatan juda katta e'tiborli shaxs bo'ladigan bo'lsa, janob Tramp nega ko'pchilik aytayapti, nega Amerika Qo'shma Shtatlari Ukrainadagi urushni to'xtatishga harakat qilyapti? Lekin Yaqin Sharqdagi urushda Isroilni nimaga qo'llab-quvvatlayapti degan fikrni aytish mumkin. Lekin bu o'rinda yana bitta fikr aytish joizki, Tramp prezident bo'lib kelgandan keyin o'sha o'q otishni to'xtatishga kelishuvga erishdi-da. Lekin u Bayden davrida bo'ldi. Bayden davrida boshlandi hatta harakatlari. Lekin Bayden davrida deydigan bo'lsak, men Tramp yaxshi, Bayden yomon, unda fikrdan albatta yiroq bo'lgan holatda yuz bergan voqeani aytaylik-da.
2023-yil 7-oktyabrda boshlandi, to'g'rimi? Hamas hujumi bilan. 2023-yil 7-oktyabrda boshlangan narsa 2024-yil 7-oktyabrgacha ulkan vayrongarchiliklarni amalga oshirdi-ku Isroil. Nega shuncha yil mobaynida butun dunyo, hatto BMTning rezolyutsiyasi bu yuz bergan taqdirda ham o'sha ceasefire deymiz, o'sha o'q otishni to'xtatishga erisha olmadik-ku 1 yil mobaynida. Lekin Tramp keldi, erishildi. To'g'ri, harakatlar Bayden administratsiyasi paytida boshlangan. Lekin natijasi Tramp paytida bo'ldi-ku. Tramp bemalol hozir aytayapti, butun dunyo men to'xtatdim urushni deyapti. Bu unga aksincha uni ba'zi bir ko'p xalqaro hamjamiyat tomonidan juda ham salbiy tarzda qabul qilinadigan fikrlarni ham jon bor ekanda buni gapda degan prezident uyg'otmaydimi? Lekin mana bu ikki proksi guruhlar deb aytiladi, Hamas va Hizbulloh. Ikki guruh bilan ham o'q otishni ma'lum bir muddatga tugatish masalasi hali Tramp hukumatga rasman kirib kelmagan davrda bo'lganda-ku. Suhbat jarayonlari. Yo'q, yakunlanishi, masalan, Hizbulloh oxirgi marta Hizbulloh bilan o'q otishga yana qaytdi-ku Hizbulloh undan keyin. Hizbulloh emas, Hamas haqida gap ketyapti. Hamas yana qaytdi-ku. To'xtatdi hostejlarni, o'sha asirlarni berish, qaytarib berishni. Hozir ham beryapti-ku. Hozir beryapti, to'xtang. Orada kelishuvga, ceasefire'ga erishib, o'sha asirlarni almashish jarayoni boshlangandan keyin orada Hamas to'xtatdi. Hamas to'xtatgandan keyin Tramp gaplarini eshitdinglar. Bitta qo'ng'irog'im bilan hal qildim, meni qaytib beryapti, deyapti. Bu nimani bizga qanday signal beradi? Bu xalqaro munosabatlarda, umuman davlatlararo munosabatlarda shunaqangi krizisni holatlardan chiqish va ularga yechim topish masalasida shaxs o'rnini kuchaytirib yuboradi-da bu narsa. Bu prezident qoldiryapti. Bu to'g'ri emas, bu juda yomon prezident. Nega? Chunki bitta shaxs xohlasa bo'lar ekan hamma narsa, va bitta shaxs xohlamasa hech narsa bo'lmas ekan. Institutlar, xalqaro huquq institutlarichi, xalqaro huquq normalari, prinsiplarichi ularga qo'pol qilib aytadigan bo'lsak, tupuriladimi? Bitta shaxs kelsa hal bo'ladi yoki bitta davlat xohlasa hal bo'ladi, xohlamasa hal bo'lmaydi. Shunday prezident qolyapti-da. Mana shu jarayonlarni transformatsiya deb atash mumkin. Bu transformatsiya bu neytral narsa. Bu ijobiy yo'nalishda transformatsiya bo'lishi mumkin, salbiy yo'nalishda transformatsiya bo'lishi mumkin. Lekin hozirgi yuz berayotgan jarayonlarda men ijobiy yo'nalishdagi transformatsiyani ko'rayotganim yo'q. Bu naborot ishonchni ko'tarib bayroq qilib yuradiganlar toifalar kengayib boryapti-da. Tramp ya'ni prezident bo'lgandan keyin chiqarayotgan qarorlari, farmoyishlarda go'yoki Senat umuman ishtirok etmayotgandek ko'rinyapti. Ya'ni biz bilamiz, shu vaqtgacha prezident qaror qabul qilgandan keyin Senat uni tasdiqlaydi va u amalga oshiriladi. Chiqarayotgan shuncha qarorda ham go'yoki Senat ishtirok etmayapti. Trampning o'zi hamma narsani hal qilyapgandek ko'rinmoqda. Bu rostdan ham shunday kechyaptimi yoki boshqa vaziyat bormi? Kuzatuvlarimdan kelib chiqqan holda shunday bir fikr berishim mumkinki, hozirgi kunda bilamizki, Amerika Qo'shma Shtatlari Tramp yaqqol ustunlikka egada huquqiy jihatdan Kongressda. Demokratlardan ko'ra respublikachilar soni ko'p. Senatda ham xuddi shunday ahvol. Demak, Tramp farmonlari ba'zi bir masalalardagi prezident farmonlari va prezident qarorlari va farmoyishlari deylik o'zbekchada o'sha executive orderlar deydi inglizchasiga. Shu hujjatlarni ijrosini qo'llab-quvvatlaydigan parlament ovoziga egada Tramp. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala, agarda Tramp hozirgi prezidentlik faoliyati va oldingi prezidentlik faoliyatini solishtiradigan bo'lsak, oldin juda katta ommabop vositalarni qarshiligiga uchragan Tramp. Deyarli har bitta prezidenti press konferensiyasi yoki boshqasida janjallar bo'lib ketgan. Faqatgina Tramp ayblash kerak emas bu narsada. Tramp bu aysbergning bir uchida. Butun jamiyat va umuman siyosiy tizim yangicha transformatsion jarayonlarga kelib qoldi-da. Va tashqi siyosatda yana bir muhim jihatni qayd etib o'tish kerakki, bu nima uchun Tramp bunaqangi umuman Tramp administratsiyasi bunaqangi favqulodda ya'ni tektonik o'zgarishlarni amalga oshiryapti xalqaro munosabatlarda. Chunki Amerika strateglari va Amerika ekspertlari, Amerika tashqi siyosiy faoliyatga javobgar bo'lgan guruhlar, jamoalarni yagona qo'rquvi bu Xitoy taraqqiyoti va Xitoy o'sishi. Nima qilib bo'lsa-da, Xitoyni tiyib turishni va Xitoy atrofida yangicha NATOga o'xshaydigan
alyansini shakllantirish uchun bor kuch qudrati va energiyasini shunga sarflayapti. Shuning uchun Yevropa, men o'ylaymanki, transatlantik institutlar va transatlantik munosabatlar menimcha ochiq oydin, ayniqsa ham bu holat Myunxen xavfsizlik konferensiyasidan keyin ko'zga tashlanib qoldi. Amerika Qo'shma Shtatlarining manfaati va qiziqishida emas. Amerika Qo'shma Shtatlari tashqi siyosiy faoliyatga javobgar bo'lgan institutlar va shaxslar ochiqchasiga aytyapti. Biz uchun eng muhimi bu Indo Tinch okeani havzasi. Va u yerda nima qilib bo'lsa-da Xitoyga ushlab turishimiz kerak. Xitoyga yo'l qo'ymasligimiz kerakki, o'sha Xitoy rivojlansin, iqtisodiy jihatdan bizdan o'tib ketsin, ilm-fan nuqtai nazaridan bizdan o'tib ketsin va harbiy nuqtai nazaridan bizdan o'tib ketsin degan fikrga qarshi. Nima qilib bo'lsa ham Xitoyni tiyib tursak. Yagona dushman Xitoy bo'lib chiqib, unga qarshi kurashayotgan adolatli tizimga o'xshab ko'rinyapti-da ko'zimga. Qo'shtin olishgan. AQShda buni yo'llari borki, Xitoyni tiyib turish masalasi, misol uchun, balki Tayvan masalasini ochar yana qaytadan yoki Uyg'urlar masalasini yoki boshqa mavzularini yoki Gonkong masalasini ochsa, balki Xitoy o'zi bilan o'zi ovora bo'lib qolmaydimi o'shanaqa vaqtda? Bu masalalarni o'rinli savol, lekin bu fikrga qo'shilmayman. Birinchidan nega? Agarda Uyg'ur masalasini yoki bo'lmasam Hong Kong masalasini yoki bo'lmasam Tayvan masalasini ko'taradigan bo'lsa, Tramp shunchaki oldingi demokratik administratsiyani qilayotgan ishining davomchisiga aylanib qoladi. Lekin Tramp o'zini Amerika tarixida transformatsiya qilgan, Amerikani qutqarib qolgan va Amerikani ulkan marralarga, cho'qqilarga ko'targan shaxs sifatida qolish menimcha eng katta orzu maqsadlardan biri deb o'ylayman. Va bu o'rinda men shunday fikrdamanki, Tramp shaxsiga nisbatan Tramp shaxsida Amerika Qo'shma Shtatlarining milliy manfaatlaridan ko'ra o'z shaxsiy manfaatlarini ustun qo'yish elementlari borda. Va bu o'sha ko'rishimiz mumkinki, asosan avtoritar rahbarlar yoki bo'lmasam diktatorlikka moyilligi yuqori bo'lgan shaxslarda ko'rinadigan elementlar. Fikrlaringizni eshitamiz-ku, Putin bilan juda ham yaxshi kelishaman yoki Shi Jinping bilan juda ham yaxshi kelishaman. Juda ham zo'r lider. Biz juda ham ko'p masalalarni ikkalamiz hal qilsak bo'ladi degan shaxslarga urg'u berish an'anasi kuchayib bormoqda. Lekin masala shundan iboratki, bu transformatsiya jarayonlarini boshlanishida turibmiz-da hali. Va bu transformatsiya jarayonlari natijasi va buni rivojlanishi qanday tus oladi, bu hali hech kimga ayon emas, lekin ilk ko'rinishlari va ilk belgilari namoyon bo'lyapti. Chunki biz bilamiz, Xitoy 2016-yildan buyon Yevropa bilan munosabatlarni chuqurlashtirishga harakat qilib kelmoqda. 2016-yilda ikki tomonlama investitsion loyihalar bo'yicha juda katta kelishuvga erishish kerak edi bular. Lekin Yevropa ittifoqi rad etdi buni. Va Yevropani bu Xitoy bu taklifiga yo'q deyishida Amerika Qo'shma Shtatlarining juda katta o'rni bor. Va Yevropa hozir kuzatishimiz mumkinki, Yevropa ittifoqi umuman transatlantik hamkorlik, xalqaro institutlarga bo'lgan ishonch kabi prinsiplarga putur yetishi bu Yevropa ittifoqi rahbarlarini shokka solib qo'ydi-da. Va ular hozirgi kunda eng katta umid va eng katta ishonch bildirayotgan kuch markazlaridan biri menimcha bu Xitoy deb o'ylayman. Va shuning uchun ham Xitoy bilan munosabatlarini juda ham chuqurlashtirishi mumkin. Albatta o'zining milliy manfaatlariga putur yetkazmagan holda. Hozirgi siyosatchilar ham aytadi, bu hozir AQShning asosiy dushmani bu Rossiya emas, bu Xitoy. Albatta, bu shunday qarashga ishonadigan va shunday qarashni o'zini akademik karyerasiga aylantirib yuborgan va shu qarashni isbotlashga, shu yondashuvni isbotlashga butun umrini sarflagan ekspertlarni g'alabasi deyishimiz mumkin-da. Biz Trampni hozirgi qilayotgan ishini ham shunday deyishimiz mumkin-da, chunki Putin bilan yaqin munosabatda bo'lyapti va Xitoyni o'zidan chetlashtirishga harakat qilyapti. Xuddi mana Panama kanali misolida biz o'zimizni dushmanimizni yonimizda ko'rishni xohlamaymiz. Shuning uchun Panama bizga tegishli va Xitoy bu yerdan kelmaydi, ya'ni kirmaydi bu mintaqaga. Albatta bizni tomosha qiladigan, bizni kuzatadigan o'sha siz ushbu dasturni, ushbu loyihani kuzatuvchilarga
ular juda ham qiziqadigan va shu yuz berayotgan jarayonlardan albatta xabari bor insonlarligiga ishonaman. Va yana bitta shu o'rinda bir fikrni aytib o'tish lozimki, qo'shimcha ma'lumot sifatida. America first strategy deydi, Trump aytadi. Amerika faqatgina Amerika deganda o'zbek tilida tarjima qilsak, faqatgina Amerika. Birinchi o'rinda Amerika degani emas, faqatgina Amerika degani. Mana shu tarjimada e'tibor berishimiz kerak-da. Chunki tarjimani shunchaki so'zma-so'z tarjima qilish kerak emas. Uni xatti-harakatlarini mohiyatidan kelib chiqqan holatda tarjima qilish kerak. Faqatgina Amerika tashqi siyosati yuz berayotganda hech kim bilan do'st emas, faqat o'zi bilan do'st. O'zining manfaatiga xizmat qilsa qo'llab-quvvatlaydi. Xizmat qilmasa sizdan foydalanadi va sizga kerak bo'lsa oyog'ingizga bolta uradi. Davlatlararo munosabatlar faqat savdo emas-ku. Davlatlararo munosabatlar faqat biznes emas-ku. Shu o'rinda gapingizga qo'shilgan holatda aytishim mumkinki, mana Amerika faqatgina Amerika siyosati qay darajada Amerikaga foyda keltiradi, buni vaqt ko'rsatadi. Lekin men umuman ishonmayman bu Amerikaga foyda keltirishini. Nega? Chunki bu sustainable emas-da. Hozir qisqa muddat qo'rqib Amerikadan xo'p deb qo'yadi ko'p davlatlar va o'zini alternativ yo'llarni qidirishni boshlaydi. Bu nimaga olib keladi? Oxir oqibatda bu olib keladi Amerikani dan uzoqlashish, Amerikani o'zini o'zi izolyatsiya qilishi va Amerika bilan do'st sifatida Amerika texnologiyasini, Amerika g'oyalarini, Amerika Qo'shma Shtatlarining ilmiy yutuqlarini quchoq ochib kutib olgan va o'ziga qabul qilgan davlatlar sekin-sekin boshqa alternativlar qidirishni boshlaydi. Muqobil kuch markazlari yoki muqobil texnologiyalar, muqobil g'oyalar, muqobil institutlarni qurishga va qidirishga boshlaydi. Va bu o'rinda boshqa mamlakatlar juda ham ustalik bilan foydalanishi mumkin. Xitoy misolida ko'rishimiz mumkin. Biz bu yerda hozir xuddiki Rossiya va Xitoyni yaxshi ko'rsatib qo'ymadikmi? Yo'q. Xuddi Amerika har doim o'zini o'ylab kelgan, u nohaq va boshqa davlatlar haq. Amerika har doim o'zini o'ylab kelgan, u nohaq yo boshqa davlatlar haq degan tushuncha menimcha men qo'shilmayman. Shuning uchun yuqorida aytib o'tdimki, xalqaro munosabatlar va davlatlararo munosabatlarda ehtiros yoki bo'lmasam ba'zi bir insoniy prinsiplar amal qilmasligi mumkin. U yerda sovuqqonlik, o'zaro manfaatlar ustuvorlik qiladi deymiz. Lekin agarda o'zaro manfaatlar ustuvorlik qiladigan bo'lsa, juda ham g'oyaga berilib ketgan Yevropa yetakchilari juda ham chuqur iztirob va xafalik bilan qabul qildik Trump bosh administratsiyasi va o'sha vitse-prezidentining fikrlarini. Agarda u yerda sof milliy manfaatlar bo'ladigan bo'lsa, sof manfaatlar uchun munosabatlar bo'ladigan bo'lsa, barcha liderlar qayerda qoldi demokratik g'oyalar, qayerda qoldi ittifoqdoshlik, qayerda qoldi bir-birimizni tushunishimiz, bir-birimizni quchoq ochib qo'llab-quvvatlashimiz, og'ir vaziyatda bir-birimizni qo'llab-quvvatlashimiz haqidagi o'zaro kelishuvli g'oyalarimiz qayerda qoldi degan gaplarni aytyapti. Liderlari, Yevropaning liderlari shu gapni gapiryapti. Agarda faqatgina milliy manfaat ustun bo'ladigan bo'lsa. Va bunda Trump aybdor emasmi? Chunki Bayden davri va Trumpgacha bu muhim edi, ya'ni ittifoqdoshlik va boshqa narsalar. Trump keldi-yu, ittifoqdoshlik esdan chiqib ketdi. Albatta. Bu shu o'rinda savol juda ham o'rinli bo'ldi. Trump aybdor emasmi degan savolga javob yo'q, Trump aybdor emas. Trump aybdorlardan biri. Agarda Trump bo'lmaganda edi, boshqa biron bir Trumpga o'xshagan kishi kelib, xuddi shu ishni qilishi mumkin degan fikrdaman men. Nega lekin unda Trumpgacha bo'lgan prezidentlarda bu ko'rinmadi? Men mutlaqo qo'shilmayman bu gapga. Trumpgacha bo'lgan prezidentlarni qarorlari va tashqi siyosatdagi ba'zi bir o'sha executive orderlarni qaraydigan bo'lsangiz, mana Bayden administratsiyasi bo'ladigan bo'lsa, Xitoyda chip texnologiyasini rivojlanishiga to'sqinlik qilish uchun o'zini bironta ittifoqdoshini milliy manfaatini inobatga olmadi. Sanksiya qo'yganda. Qancha pul yo'qotdi gollandlar, ASML kompaniyasi. Amerika Qo'shma Shtatlari shundoq sanksiya qo'ydi, qiziqib ham o'tirgani yo'q. Qancha zarar ko'rdi Yaponiya? Qancha zarar ko'rdi Janubiy Koreya? Janubiy Koreya bilan Yaponiyaning zarari Germaniya bilan Gollandiya va boshqa Yevropa davlatlarining zararidan kamroq bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin manfaatlarini inobatga olmadi-ku. Qachonki o'z milliy manfaatlari, o'zining milliy xavfsizligi tahdid ostida turganda, boshqa davlatlarning manfaatlarini ko'zlash,
faqat ko'zlamaslik faqat Tramp administratsiyasiga xos emas. Bu barcha Amerika Qo'shma Shtatlar administratsiyasiga ko'zga ko'rinadi. Mana hozir sizga misol bilan keltirdim. Yoki bo'lmasam bunday manfaatlar faqat Tramp yoki AQSh administratsiyasi tashqi siyosatiga emas, bu butun dunyoda shunday ishlamaydimi siyosat? Ya'ni o'zini manfaatlarini ustun qo'yadi-da, boshqa davlatlar manfaatlarini qaysidir ma'noda inkor qilish. Yo'q, Siyosat o'zi shunday emasmi? siyosat shunga o'xshash ko'rinadi. Siyosat xalqaro munosabatlar, boya aytib o'tdimki, xalqaro munosabatlarni tushunish juda murakkab. Chunki bu tabiiy fanlar emas, bu inson bilan bog'liq bo'lgan ijtimoiy fanlardan-da. Ijtimoiy fanlarda bu inson xulq-atvori, rivojlanish jarayonida, evolyutsiya jarayonida insonni o'zini inson sifatidagi tayangan an'analar va prinsiplarning o'zgarishi bilan bu ham evolyutsiyaga uchraydigan jarayonlarda. Va bu jarayonlarda boyagiday faqatgina oq va qoradan iborat, do'st va dushmandan iborat degan tushuncha to'liq manzarani ochib bera olmaydi. Boshqa taraf yoki boshqa varianti bormi? Albatta, davlatlar faqatgina yaxshi, faqatgina senga manfaati tegadigan yoki faqatgina do'st yoki faqatgina dushmandan iborat emasda. Vaqt o'tadi, do'st davlat dushmanga aylanib qolishi mumkin. Mana ko'rdik, Rossiya kecha dushman edi, bugun do'stga aylanib qolyapti. Kim uchun? Amerika Qo'shma Shtatlari uchun. Va Rossiyani kecha dushman deyotgan davlatlar Amerikaga tayanib, bugun Amerikaga tayanib Rossiya aslida do'st ekan-ku deyish ham mumkin. Mumkin. Bu xalqaro munosabatlarni bizlar ishongan va bizlar tayangan prinsiplar ko'zimizning oldida o'zgarib ketyapti-ku. Bu jarayonlar afsuski qudratli davlatlarni yana ham qudratini oshirib, qudrat jihatdan o'rtaq darajadagi davlatlarning xalqaro maydondagi imajiga va xalqaro maydondagi obro'yiga va xalqaro maydondagi o'zaro salohiyatiga juda ulkan ta'sir ko'rsatadi. Va oxir oqibatda bu zararlar, bu ko'rilgan ta'sirlar har bitta oila yoki har bitta shaxsni shaxsiy hayotida namoyon bo'lishi mumkin-da. Va bu katta davlatlar o'rtasidagi bunday keskinlik xalqaro munosabatlarni jiddiylashishi oqibatida o'rta va kichik davlatlar butunlay yo'q bo'lib ketish ehtimoli ham shunday ehtimol ham mavjud. Bu yangilik ham emas-da. Bunaqa yo'q bo'lib ketishlar yangilik emas. Shunaqa oldindan bo'lib kelgan. Misol uchun Ikkinchi jahon urushida ham va undan keyingi sovuq urush davrida ham kichkina davlatlar qaysidir davlatlarga tortiq qilinishi. Bu qarangda, bu narsalar yangilik emas, bu har doim shunday bo'lgan va bundan keyin ham bo'ladi degan fikrlar men bunday yondashuvni qanday baholayman? Bunday yondashuvni intellektual dangasalikda. Xalqaro munosabatlarning funksiyasi faqatgina davlatlar o'rtasidagi eng optimal munosabatlarni yo'lga qo'yish va aktorlar sifatida bir-birini kelishib faoliyat yuritishni o'rgatishdan iborat emas, balkim mana shunday qarashlarni ham yo'qqa chiqarib, umumiy insoniy prinsiplar asosida xalqaro munosabatlarni transformatsiya qilish ham xalqaro munosabatlar fanni funksiyalaridan biri hisoblanadi. Bo'ldi, shu o'zgarmas ekanda deb qo'lni qovushtirib o'tirish bu ekspertlar olami yoki xalqaro munosabatlarning ekspertlari uchun yot bo'lishi kerak. Shunday ekan, albatta yangicha g'oyalar, yangicha fikrlar va yangicha yondashuvlar hozirgi kecha kunduzda har doimgidan ko'ra muhim. Chunki ayniqsa O'zbekiston uchun juda muhim. Nega? Biz ma'lumki ochiqchasini aytib tan olish kerak. Bizlar qudratli davlat emasmiz. Rivojlangan davlat emasmiz. Rivojlangan davlat emasmiz. Rivojlanayotgan, kerak bo'lsa ba'zi sohada juda ham cheklovlar saqlanib qolgan bo'lgan kichik davlatlar qatoridamizda. Regionimizda aholisi ko'p, o'z so'ziga ega bo'lgan davlat bo'lishimiz mumkin, lekin global miqyosda o'zimizni o'rnimizga ega bo'lsak-da, bu o'rnimiz uncha ham katta emas. Shunday sharoitda qanday qilib manevr qilish mumkin yoki qanday qilib o'zini tashqi siyosatini oqilona yuritish, bu juda katta ilmlarni va juda katta mehnatni talab qiladigan jarayon sifatida baholanish kerak va men o'ylashimcha biz birinchi navbatda qo'shnilarimiz bilan yaxshi hamkorlik yo'lga qo'yishimiz kerak. Chunki qo'shningizni o'zgartira olmaysiz. Va ikkinchi navbatda geografik jihatdan va madaniy jihatdan va turmush tarzimiz, umuman urf-odatlarimiz jihatdan o'zimiz tushunadigan va o'zimizga yaqin bo'lgan davlatlar bilan munosabatlarni chuqurlashtirishimiz bu eng to'g'ri yo'l deb o'ylayman. Rossiya bilanmi? Kim aytdi Rossiya bizga
yaqin va biz madaniyat jihatdan tushunamiz degan. Lekin shu Hozir Rossiya ham tushunmayapmiz-ku. Shu vaqtgacha tushunishga majbur qilinganmiz va haligacha tushunyapmiz uni. Yo'q, qarang-da, Shohjahon. Bu yerda faqatgina Rossiya yoki boshqalar degan yondashuv emas. Men sizga aytyapman, region, Markaziy Osiyo mintaqasi birinchi navbatda prioritet bo'lishi kerak. Va madaniy jihatdan, turmush tarzimiz jihatdan bizga yaqin va o'zimiz tushunadigan davlatlar bilan hamkorlik qilishimiz kerak. Agarda madaniy jihatdan yoki bo'lmasam turmush tarzimiz, hayot tarzimiz jihatdan Rossiya bilan hamkorligimiz bizga manfaat keltiradigan bo'lsa, Rossiya bilan hamkorlik qilishimiz kerak. Agarda Xitoy bilan qilishimiz kerak bo'lsa, Xitoy bilan qilishimiz kerak. Nega? Chunki butun dunyo aytayapti-ku, meni milliy manfaatim birinchi o'rinda bo'lishi kerak deyapti. Nega O'zbekiston shunday demasligi kerak? Biz ham shunday deyishimiz kerak. Men o'z milliy manfaatimni birinchi o'ringa qo'yib, sen bilan hamkorlik qilishim kerak degan g'oya birinchi navbatda asosiy ustuvor g'oya bo'lishi kerak. Bu tarixdan ham shunday bo'lib kelgan, bundan keyin ham shunday bo'lishi kerak. Agar bunday bo'lmasa, o'sha yuqorida aytib o'tilgandek, eng katta zarari yoki eng katta yo'qotishni davlat miqyosida ko'ramiz va albatta har bitta fuqaro ko'radi. Savollarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Rahmat vaqt ajratganingiz uchun. Rahmat.